5 mikrofon Furqat больницani oldi. Uni domda orasi. Shu yerda mana mashina turibdi. Shu yerda buna qilib hammadan pul olib, hozir men mashinamni qo'ysam, bu yer platni stoyanka deyishyapti o'sha odamlar. Bu yerda qanaqasiga platni stoyanka bo'lishi mumkin? Ya mana domda orasi mana. Har bir kelgan odamdan shu domda orasidan hech kim shunaqa qilmaydi, boshqa ham qilmaydi. Pul olishib yotibdi hammasi. Ular qayerga pul topshiradi? Bu yog'i mana bu yoqqacha ketgan mana. Bunga ham bir qaraydigan noqonuniy qilib har bitta mashinadan mana 4 mingdan 5 mingdan pul olib yotibdi. Nechta odam qo'ygan bu yerga? Qadamingda bittadan mana shunaqa odamlar qo'yib qo'ygan. Ya domda orasi. Mashg'ullargacha mana. Shu yoq ham pulli istayanka ekan. Shuni bir nazoratga oladigan odamlar bormikan?